Yaqinda foydalanishga topshirilgan Toshkent shahridagi Islom sivilizatsiyasi markazi Ginnesning rekordlar kitobidan o'rin oldi. Markaz dunyodagi eng yirik islom sivilizatsiyasi muzeyi sifatida e'tirof etildi. 13-aprel kuni Guinness World Records rasmiy vakili va hakami Sheyda Subashi Toshkentdagi marosimda qatnashib, markaz barcha xalqaro standartlarga javob berishini tasdiqlagan. Men amalga oshirilgan ishlar darajasidan chin dildan hayratdaman va ushbu loyihani hayotga tatbiq etishda ishtirok etgan barchaga o'z minnatdorchiligimni bildirmoqchiman. Guinness World Records tili bilan aytganda, bu haqiqatdan ham hayratlanarli, degan Subashi xonim. Eslatib o'tamiz, Islom sivilizatsiyasi markazi qurilishi 2017-yilda boshlanib, 2026-yil martda o'z nihoyasiga yetdi. Markaz poytaxtdagi mashhur Hazrati Imom majmuasi hududidagi 10 gektar maydonda barpo etilgan. Bino 3 qavatdan iborat bo'lib, uzunligi 161 metr, eni 118 metrni tashkil etadi. Gumbazining balandligi 65 metr, umumiy foydalanish hududi esa 42 ming kvadrat metrdan ziyod. Ma'lumotlarga ko'ra, hozirda markazga kuniga 5 mingga yaqin mehmon tashrif buyurmoqda.